birdan semirishga moyilligi bo'ladi. Chunki mana tungi gormonlar organizmda to'g'ri ishlamayapti-da sizda. Tunda o'zi uyqu bo'lishi kerak. Uyqu fazasida bizni bosh miyamizda organizm tiklanishiga qaratilgan gormonlar chiqadi. Tunda yaxshi uxlamaydigan yoshlarimizda prolaktin gormoni oshib ketadi. Siz masalan tunda ishga ketsangiz, kelinchagingiz siz bilan telefonda gaplashayotib, bu ham 12 dan keyin uxlaydigan bo'lsa, prolaktin gormoni oshib, hayzi kechikyapti. Sizda ham tungi uyqungiz yo'q, sizda prolaktin gormon baland bo'ladi, asabiy bo'lasiz, vazningiz oshadigan bo'ladi, boshingiz og'riydi. Asabdan davolanish hojati yo'q. Siz uyqungiz yo'q, shuning uchun asabiysiz. Siz ishingizni almashtirishingiz kerak. Shuning uchun agar tungi uyqungiz yaxshi bo'lsa, sizda asabiylik bo'lmaydi. Tungi uyqungiz yaxshi bo'lsa, semirmaysiz. Shuning uchun 10 kilo vazn olgansizda. Ko'p yemayman. To'ppa-to'g'ri. Bu gormonal buzilishdan bo'ladi. Gormonlar noto'g'ri ishlashidan siz semiryapsiz. Chunki sizda hozir prolaktin ishlayapti. Bunda urug' sifati rosa pasayib ketadi erkaklarda. Sabab shu. Bu oddiy sabab. Uyqularing yo'q-da, shuning uchun ikkovlaring ham. Uyqularing soat 10 da bo'lib 3 da bo'lsa, mana shu 10 bilan 3 ta orasidagi uyqu sog'lom uyqu hisoblanadi. Mana shu bo'lmadimi, bu foydasi yo'q. Homila ololmaymiz, 1 million marta lecheniya qilganingizni foydasi yo'q. Chunki mana shu biologik soatdagi rejim bu organizmda ishlash soatchasi. Mana shu soatda ishlamadi, uxlamadi, bo'ldi, organizmda buzilishlar boshlanadi. Ayolda ham, erkakda ham bo'ladi. Shuning uchun mana prolaktin gormon baland, qizimizda hayz kechikish, 45 kunlab hayz kelmaslik bo'lyapti. Chunki ovulyatsiya bo'lmaydi-da, polikistoz tuxumdan paydo bo'ladi. Erkaklarda sifat pasayadi, harakatchanlik pasayib, o'liklari ko'payib qoladi. O'ligini ko'tarishga lecheniya berishaveradi, foydasi yo'q, ko'tarilmaydi. Chunki rejim yo'q. Smenda o'zgartirsak bo'lmaydimi? Biz smena emas, o'zi aslida kechga bo'ladi, ish emas. 1-2 da tugashimiz, ertaroq tugashimiz ishga qarab, ob'emdamiz. Ishlamasak boylarni qanday boqamiz?